katta yangilik. Pogruskani kavushiga tarozi o'rnatildi. Bemalol har bir kavushni o'lchab ko'rsatadi akalar. Samospalchilar uchun, drabilka zavodi borlar uchun juda ham katta yangilik. Akalar, endilikda yo'llarda taroziga tushib peregruz yurmaysizlar. Zavoddan yuk olgan joylaringizga necha tonna yuk olganlaringizni bemalol cheki bilan ko'ra olasizlar. Ketdik, boshladik. Bismillah. Pogruzga birinchi marta haydashimlik. Mana akalar, birinchi kavushimiz. Keling ko'rsatamiz. Mana akalar. Birinchi kavushimiz счетчик 1 7080 kg. 7 tonna 80 kg. Ketdik, endi buni bo'shatamiz, ikkinchi kavushni olamiz. Jarayon qiziq bo'layotgan bo'lsa videoni oxirigacha ko'ramiz akalar. Aytdim-ku, birinchi marta pogruzga haydashimdi. Ammo pogruzgachilar o'z ustimdan kuladi. Ketdi, ikkinchi kavush. Mana akalar, ikkinchi kavush 6150 kg bo'ldi. Общий 13 tonna 250 kg bo'ldi. Ana endi qaranglar. Juda ham zo'r narsa. Mana bu yerda umumiy 60 tonna yuklash kerak degan buyruq bor taroziga. Shuni keling, kimdir 25 tonna yuk yuklamoqchi, pogruzchikka shuni aytadi, 25 tonnaga qo'yadi. Necha kavushdir yuklagandan keyin 25 tonna bo'lsa, bu yerda avtomatik qizil yonadi. 25 tonna bo'ldi deb. Bemalol mana shunday qilib 26 tonna, 29 tonna belgilab yuk yuklashimiz mumkin. Ana endi keling 5 kavush yukladik. Общий misol uchun 30 tonna bo'ldi. Chek chiqarib beradi. Mana. Bugungi chisla, soat 2 kavush yuklagani umumiy 13 tonna 230 kg yuk bo'lgani. Ko'rindimi? Juda ham ajoyib. Akalar, mana pogruzkaga tarozi o'rnatildi. Chotga o'lchayapti. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilasizlar. Bu juda ham katta qulaylik. Xo'sh, samospalchi shofyorlar uchun, yuk beradigan zavodlar uchun mana shunday yangiliklar qildik. Road Star Trans kompaniyasini kuzatishda davom etinglar. Ushbu yangilikni barcha shofyorlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Obuna bo'ling. Road Star Trans yangilik qilishda to'xtamaydi. Road Star Trans sifatli, ishonchli va doimo samarali.